Hey yo, hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan Karol Gaming. Biz sizlar bilan ushbu videomizda sizlar bilan birga Vini Juniorni full qilamiz. Buni olib qo'yganman. Bu Vinidan tepasidan 3 ta, pastdan 3 ta chiqarishimiz kerak. Sekin full qilishga o'tsak ham bo'laveradi. Vinicius Junior 85 reytingida eng zo'r left winger. Klassik karakterlar ichida. Sekin full qilishni boshlaymiz. Birinchi tepasiga berib olsak, bittalidan beraveramiz. Yaxshi, tezlanish. Tezlik, ikkita обычный. Yana tezlikka tushdi. Stamina ishkal bo'larmikan? Voy, zo'r. Tezlanishga tushdi. Bu ko'z tegmasin, staraga tushmayapti. Yaxshi. Ana ko'z tegdi. Stamina. Yana stamina yaxshi. 97 bo'ldi. Speed acceleration. Voy. O'tda full ketyapti. Full bo'laman deyapti. Voy, 98 bo'ldi. 99 bo'ldi tezlanish. Bitta full bo'ladi. Staraga tushdi. Bitta berib olish kerak edi. Ketdi. Yaxshi, staminaga tushdi. Tezlanish full bo'ldi. Bitta speedga qoldi. Speedga ham bitta berib olish kerak edi. Yo, staraga tushib qoladi. Mana staraga bitta edi, bitta go. Voy, staraga ketib qoldi. Bittalik ketaveramiz endi. Tezlik full bo'ldi. 0-1 qo'shib berdi. Ko'z tegdi. Yaxshi. Staraga ko'p 5 desa yaxshi bo'lardi. Ko'p. Voy, ko'z tegdi ko'z. 91. Ko'z tegdi yana. Yaxshi. Voy, zo'r. Aylanib ketdi Vinicius Junior. O'tda full bo'lyapti. Oxirida sharmanda qilmasa bo'ladi. Voy, bonus level berib yuborib o'tiribdi-yu, staraga. Yaxshi, 1.5 ko'tardi xolos. Voy! Yana bitta berib yubordi. Yo'q, bo'ldi. Texnikaga beramiz. Control. Yana control. Endi-chi. Tak, boshlandi. Yana boshlandi. Zo'r pas. Yaxshi control. Yana control. Zo'r pas. Yaxshi, pastda уже 290 plus bor. Shot qolib ketib qolyapti ama. Bu o'zi menimcha hayotiy darajalarga bog'liq-da. Ammo Vinida shot ham bor-ku, lekin nimagadir shot qolib ketib qolyapti. Mana dribling yaxshi qilgani uchun kun 98 bo'lib ketdi.
Ana shu sekin deyapti. Tak. To'xta deydi. Yaxshi o'tdi. Bal kontrol to'p nazorati 100 daraja 300 chiqdi. Qiynalib qolamizmi? 600 ga. Pas ham hozir 100 oladi. Shunda bonus level berib yubormadi mana shu paslarga. Shot вообще qolib ketyapti. Shu 3 ta esa full olib ketadi bu. Xotiram to'lib qoldi, kechirasizlar. Anaqa video olaverib o'chirmasdan qolib ketibman. Shuning uchun shundoq yozib olish to'xtadi birat. Xotirangni tozala deydi, hozir tozalab, уже sразу qaytdim. Sekin yana berishni boshlaymiz. Yana pastga tushdi. Oz yozib olyapti. Yozib olinyaptimi ish qilib. Voy, mak bo'lib ketaman-da. Bo'ldi. Shot 90. Bir. Ha, o'lat. Yaxshi 1.5 berdi. 92 shot. 98 bo'ldi. Sirrazi. Huzur. Pas darajasi ham 100 oldi, 400 bor uje. Bemalol chiqaram shekilli xudo xolasa. Xudo xolasani aytdim-mi? Takka tushadi yana. Voy, yana takka tushyapti-yu. Shot 100 96 75 100 96 36. Chatga shunday qo'yib o'ramigina. Tak 37 olib ketdi. 38 olib ketdi. 39 olib ketdi. 40 olib ketdi tak. Voy 41 olib ketdi. 42 olib ketdi. Yo'q 43 olib ketdi mana taki. Voy. Voy. Mutakni qaranglar, 45 olib ketdi. Riskmi? Bismillah, ketdi o'lib ketsin. Voy, 3'tü 5'te 100, bitta 97. Ano tak sharmanda qildi-da. Hep voy, ano tak sraz bir nechta yevordi? 5-6 ta yevordi. Lekin left wingerga stamina kerak edi baribir. Bo'pti bu stamina. Janoga chiqalmas u. U tezligi 97 bo'lsa sirraz sotish kerak edi. No yaxshi. Dan bo'laveradi. Ano tak sharmanda qildi-da bor u. Bo'pti-da, hamma narsaga tayyor turish kerak.
keyingi videoda qaysi o'yinchini full qilaylik? Bu kommentariyaga yozib qoldirarsizlar. Kim olamiz? Ko'pchilik aytayapti, masalan, Messida full qiling deb. Bitta videoda full qilish kerak. Hozir coach yetmaydi-da, masalan 8da bitta o'yinchiga ikkita statistika qo'shiladi 3 ta joyiga. 3 kere 2 6. 6 ni o 8 ta coach bor. 6 kere 8 48. 48 ga ikkita random statistikami o? Common. 48 plus 2 ko'paygan, yo'q, 2 o'zi bo'lar ekan. 2 10 58 ta coachim bor xolos. Hozir 58 plus bo'ladi. Yarmida qolib ketib qolamiz. Yarmida qolib ketib qolamiz. Keyin yana 60 deylik, mana bo'lsa 60 ham bo'lsa, ya'ni 25 tacha coach olsam, keyin buni videosi chiqadi, xudo xolasa. Bundan ham 600 chiqaramiz, xudo xolasa. U Messidan oson ekan 600 chiqarish. Keyin asha keyingi videoda qaysi o'yinchini full qilaylik? Bulardan Pedri, Vitinha, Valverde, keyin o'ng qanotga Yamal bilan Dembele, o'ng qanotga Hakimi, chap qanotga Nuno Mendes. Keyin himoyaga Van Dijk bor. Shulardan qaysi birini full qilaylik? O'zingizlar yozib qoldirarsizlar. Hammalarga rahmat. Jamoaga chotki video bo'ldi deyolmayman. Yaxshi bo'ldi. Baribir siqilyapman. 97 stamina bo'lib turibdi. Hammalarga rahmat. Sog' va salomat bo'linglar.